Zavodda ishlab chiqarilgan aqlli katyo'lda ishqovozlari, ya'ni do'stlar, yana o'sha bunkerli variantimizni kecha-kech payt xonadonga olib kelib bergandik. Yo'llar tuman bo'lganligi uchun mana hozir kunlar yorishdi. Endi yo'lga chiqib ketilyapti. Tumanda yurmanglar. Kecha Yazamon yo'lida do'stlar avariya bo'lib 3 ta 4 ta mashina avariya bo'lib ketdi. O'shuning uchun tavsiya qilmaymiz. Shopir akalarga ham bu maslahat bo'ladi. Xo'p, qaranglar, 300 kvadratga moslangan ikkita xudo xolasa Namanganda qayerga ketyapti? O'ziga. Namanganda o'ziga. Mikrorayonga bittasi qayerga? Bittasi Chorsuga. Chorsu bozorining oldiga. Gap yo'q. O'sha original motor Xitoydan keltirilgan Zavodskoy motori do'stlar, xo'p, tiqilib qoladigan bo'lsa yoki tosh chiqadigan bo'lsa, 3 sekundda orqaga qaytadi, 10 sekunddan keyin yana oldiga ishlaydi. Agar 3 marta shuna bo'lgandan keyin o'tkazib yuborilmasa, telefoningizga do'stlar xabar beradi. Undan tashqari aqlli miyali. Asadbek bitta tushuntirib bering buni. Hozir 3 marta oldiga orqaga dizlar, Xo'p. xudodan so'rayapti. Aha. 3 marta oldiga orqaga qilgandan keyin yer bo'lsa biz butun to'mirni olamizmi deydi-da. Xo'p. To'mir tushirib olamizmi dedi-da. Aha. Ko'chadiga bitta ko'rsating. Xo'p. Akalar bizniki zavod, sex va unaqa to'xtish qilinmaydi. Aha. Gidona botlar shuni olishadi. Ha, maytdi. Toshni shuni chiqarib berishadi bo'ldi. Qo'yil. Men ko'rmagandim, boshqa e'tibor bermagan ekanman. Do'stlar, живой kadr bo'lyapti. Mikrofon emas, живой uylaridan bo'lyapti, chunki bu Namanganga chiqib ketyapti ekan. Men o'zi toshimayman. Xo'p. O'zim toshi endi mashinalarimiz ulgurmay qolyapti. Aha. Zakasimiz ko'p. O'zi eng oz zakas olayotgan o'zimiz hali muddatda. Boshqalarda ishlayapmiz 30 kun, 45 kun, 40 kun. Bizda eng uzoq 15 kundan xudo xolasa uyga yetkazib olinglar. Mashinamiz ulgurmaganligi uchun o'zim ham toshyapman aka. Gap yo'q, zo'r. Asadbek qarang. Bu Xitoydan padzakas keladi. Padzakas. Miya ham padzakas. Bunkeri necha kilo oladi? Bu 300 kvadratlik qancha rasxod qilyapti? Xo'p, agar hozirgi kunda, hozirgi havo sirayotni hop minusga tushgani yo'q. Hop. +5. Hop. Shu harorat hozir 50 kilo. 50 kilo. 50 kilo. 300 kvadratga. YouTube videosiga misol ustani qilgan ishiga qarab turib, oddiy o'zingiz o'tgan safar video qilib bergan yuzligidan 30 kilo yog'yapti. To'g'ri, 30 kilo. Misol hozir so'radim 35 kilo minus 1 kun minus bo'ldi-yu, sovuq shabar 3 kunga 35 kilo yoqdi. Gap yo'q. Uyda utilizasiga, olib kelgan sistemaga qarab rasxodlamayveradi. Maksimal Undan tashqari o'zi ham utublit qilingan ekan. Albatta, maksimal 55 kilo beramiz aka. Asadbek listlarini tushuntirib bering. Aka listlari turli, qora rossiyskiy list bo'ladi. Aha. Xo'p, hatto utilizasi ham temir bo'ladi. Xo'p. Birli deyiladi. Agar stangnisni o'lchaydigan bo'lsa 0.9. 0.9. Temir bulishlarni tiliga qaraganda turli. Bir. Bir deyiladi. Tevaga chiqmamda ko'rsataylik endi buni. Do'stlar, Zavodskoy. Endi bu yuklangan holati, nimaga biz tayyor dastlabkasini ham do'stlar ketayotgan joyidan video qilyapmiz, o'zlarining xonadonlaridan bo'lyapman. Original o'sha miya. Endi buni hozir buni tushirib, burib turib oldini ko'rsatamiz desa, juda qiyin bo'ladi. Ish ko'payib ketadi. Sizlarga kerakli joyi original motor, do'stlar, bunker, hammasi do'stlar, qaranglar mana tutun chiqmaydigan o'g'lim hatto nimalargacha qilishgan ekan. Zo'r. Misol kerak bo'lsa yaxshi bo'lsa, buni ichiga qo'yishadi aka. To'g'ri. Undan tashqari do'stlar, original do'stlar, Xitoydan padzakas keladigan do'stlar miyasi. Gap yo'q, zo'r. Listini qanchalik dedingiz? 4 list bo'ladi. Turli list. Aka buni 2 yil garantiyasi bor. 2 yil garantiyasi bor. Miya elektron tarafiga qachonki stabilizatorsiz ishlatmas. Aka qarang. Bu narsa misol to'g'rilarda ishlatma. Bu stabilizatorsiz kapyolni yoqsa garantiyasini unutsin. Aha. Stabilizatorsiz biz bu narsani yoqtirmaymiz. Xo'p. Sababi shu aka. Necha kilovatli bu? 2 1 Ya unaqasiga rahimga bizga zavod 5 kilovatli jon aka. 5 kilo uyga ham foydalanib olsa bo'laveradi. Ana bo'lmaydi. Yangi ekan, to'ppa ko'pga turibdi ekan bu. 3 ta konditsioneringiz, 2 ta xolodilnigingizni qo'yib qo'ying bo'ldi aka. Varillatoradi. Albatta. Qo'yib. O'zi chiqsa 0.8 kilovat yoki 1 kilovatga ham bo'lmaydi. O'zi bo'lsa. Общий. Ha 2,5 yo'q, bir kunga rasxodi svetka rasxod qana deydiganlarga. Gap yo'q. Asadbek hozirgi kunda 150 kvadrat, 200 kvadrat, 300 kvadratlik nech pul? Hozir $1100 $1100. Hozirgi kun hop 25-yil Hop. 30-noyabrda sanasiga Hop. kelganda $1100, $1300, $1400, $1600, $1700, 2200, 2700,
$6,000. 6000. $6,000'da 2,5 kvadrat aka. Ha, ular endi teplitsa katta joylar. Dachaga qo'yildi, bu anaqaga chorvoqqa ikkita dachani o'rtasiga ikkita dachani istab beryapti. Ha, ikkita dacha. Ikkita dachani o'rtasiga. Zo'r. Nima? Dastlabkasini ayting. Dastlabki esa vodiy bo'yicha, Hop. Andijon, Namangan, Farg'ona bo'yicha uyigacha bepul. Dastlabkasi vodiy bo'ylab uyigacha Bepul. bepul. Ana shuni xudo xolasa, mana shu ko'rsatib turganlaringiz uyigacha bepul. Gap yo'q. Do'stlar, pastda nomer bor. Aloqa garantiyasini bitta aytib yuboring buni. Buni garantiyasi hop 2 yil garantiyasi, Hop. elektron talablarisiga 1 yil garantiyasi bor. Bo'ldi, gap yo'q. Do'stlar, katyolga 2 yil garantiya berilar ekan, motor miyaga 1 yil garantiya. Dokumentlarni pechat ochib chiqavorasizmi zavoddan? O'zimiz ham garantiyamiz aka. Bo'ldi, gap yo'q. Stabilizator bu komplekt ichidami отдельныйmi? Qarang aka, yo komplekt stabilizatori cho'tkasi bo'ladi. Cho'tkasi bo'ladi. Do'stlar, pastda nomer bor, aloqaga chiqinglar inshaalloh do'stlar. Mana zavodskoy, aqlli, bunkerli katyoli do'stlar. Inshaalloh sizlarga ham chiroyli qilib yetkazib berishadi. Bu ham do'stlar Namanganga dastavka bo'lyapti. Mashina ulgurmasdan o'zlari ham toshyapti ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.